tuzalarmikin o'zi yoki shunaqa qiynaverarmikin ha? Ho, добрый klientmi deyman? Va anqaymasdan tez qaravorlaring klientga otdi-yu. Keling aka, mashinani shotga qo'yavering, nima xizmat? Qo'ling moy ekan. Xullas, men mashina sal qimmatroq, tushunasanlarmi o'zi? Rus Sallan servisini maqtashgani uchun keluvdim. Hadoyda sal bir ikkita ishlari bor. Tez qarab qilib berlaring. Aka, avtozonda hamma mashinalar qilamiz. Mashina tanlash yo'q. Mana shu mashina chiqib ketgandan keyin qo'ying, ozgina kutib turasiz. Bitta tezlashtirib berlaring. Menga qara oshna, ovozini ko'tarib gapiryapti, nima indamayapsan? Yo sumkarim. O'rtoq, klient doim haq. Xarakteri shunaqa bo'lsa kerak-da. Sen ishingni qilvergin. O'zi vaqt yo'q edi, namchi kuttiryapti bular. Tushunmadim. Men qaralaringni qancha kuttirmoqchisanlar yana? Bilasanlar, meni vaqtim pul turadi. Qilib bersalaring, qilib berlaring. Men kichkina odam emasman. Kerak bo'lsa, men servislaring bilan sotib olaman. Aka odam. Qo'yaver, o'zim gaplashaman, okajon. Turchingizdan gapiga javob beradigan odamga o'xshaysiz. Men shu avtozon servisida xo'jayiniman. Shu servisni sizga sotmoqchiman. Narxi $1 million. Hozir olasizmi? Endi bunaqa katta pul оборотda. Ertingni yechib, yo'q qilib gaplashsak bo'ladi. Bo'ladimi? Xudo sizga boylik berib, karilashingiz olam biz ekanda, gapga javob berish kelganda o'zingiz olib qochar ekansiz-da, boy. Bizning avtozon servisimizda boy kambag'al ajratilmaydi. Hammaga birdek xizmat ko'rsatiladi. Erkak kishi davlati bilan emas, erkakligi bilan go'zal, boy. Qolaman o'tkin so'lam, mol dunyoga buncha o'ch bu odam, cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam.